Ko'pincha tug'ruqdan keyin ayollarni yuzida keskin o'zgarishlarni ko'ramiz. Ya'ni terini quruqlashib ketishi, terida dog'lar paydo bo'lishi, ajinlar tushishi va shunaqa paytda ayol kishida depressiya holatlari boshlanadi. Ya'ni poslerodovaya depressiya deb aytamiz. Ya'ni tug'ruqdan keyingi holatda ayol kishi uyda o'tiradi, o'ziga o'zi yoqmaydi, chunki figuralarida o'zgarishlar, yuzidagi o'zgarishlar ayol kishini tushkunlikka tushishiga olib keladi. Va o'ylashadiki, ko'pchilik emizuvlik paytida, ya'ni tug'ruqdan keyin hech narsa qilib bo'lmaydi deb. Ayol kishi 2-3 yil davomida bolasini katta qilgungacha umuman kosmetologlarga borishmaydi, uyda o'tirishadi va keyinchalik har xil depressiv holatlar yuzaga kelib chiqadi. Na samom деле shifokor sifatida aytaman, hattoki tug'ruqdan keyin emizuvlik paytda ham qilsa bo'ladigan muolajalar bor. Ya'ni teri parvarishi, terini tozalab turish, chistkalar, har xil vitaminli komplekslar, vitaminlar qilish mumkin. Конечно, fillerlar, botokslar qilish mumkin emas bunaqa paytda, lekin qilsa bo'ladigan muolajalar ham bor. Bu patsientkamizni ham tug'ganlariga 2 oy bo'ldi va yuzlariga albatta homiladorlik vaqtida hech narsa qildirtirmaganlar. Tug'ganlaridan keyin albatta ayol kishini vaqti bo'lmaydi, chaqaloq bilan obora bo'ladi. Mana bugun keldilar, hozir yuzlarini chistka muolajasini qilyapmiz, keyin uxotlik qilib parvarish qilamiz va vitaminlarga boy mezoterapiyalarimiz bor, terini tiklab beradi. Ayniqsa emizikli ayollarda yuzida bolamiz hamma narsani ayol kishi organizmidagi bor narsani farzandiga beradi sut orqali va albatta ayol kishida tish to'kilishi, soch to'kilishi, yuzida ajinlar paydo bo'lishi kuzatiladi.